Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Navbatdagi avtobusimiz Toshkentdan Moskvaga yo'l oldi. Davlatda qonuniy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilib batafsil ma'lumotlarni olaverasizlar. Bizning reyslarimiz haftada 4 marta. Faqat davlatda qonuniy avtobuslarda ketishinglarni tavsiya qilamiz. Mana shu mana odamlar bilan video qilib boryapmiz. Hamma yo'lovchi Toshkentdan Moskvaga ketib boryapti. Ketish istagida, kelish istagida bo'lsanglar, Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga bemalol telefon qilaverasizlar. Mana Tamojiga yetib qoldi. O'zbekistonning Qoplonbek Tamojiga Qo'ylidan chiqqan avtobus Tamojiga yetib bordi. Уже почти yetib bordik. Odam yo'lovchilarni kirgizib yuboramiz. Hammasi kirib ketadi. Brachka, nima deysan avtobusda? Konkretmi? Bitta kommentariy, bitta chiroyli qilib gapirib bering. Yaxshimi avtobus? To'lsa to'lmasa yuryaptimi? To'lsa to'lmasa yuryapti, yaxshi ketyapti. Yo'qdimi? Yo'q. Tamojiga qancha qoldi? 5-6 kilometr qoldi. Ha. Rosaganmikan? Rosagandan ketyapsan Moskvaga? Sog' bo'ling. Aka-ukalar, mana o'z fikrini eshitdinglar. Sizlar ham shunaqa avtobuslarda kelmoqchi bo'lsanglar, telefon qilaverasizlar.